Xushxabar, braziliyalik mashhur futbol yulduzi Roberto Carlos islomni qabul qilibdi. Uni shaxsini tanimaydiganlar uning gollarini albatta tanishadi. Xullas, turkiyalik qonun chiqaruvchi deputat Ali Shahin o'zining Twitter'dagi sahifasida Braziliyaning San Paulo shahridagi musulmon tashkilotlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv haqida e'lon qilgan. Hamda Ali Shahin Roberto Carlosning islomni qabul qilgani haqida Braziliya musulmonlar hamjamiyati yetakchilaridan biri Shayx Jihad Hamade orqali xabar topganini keltirgan. Shayxga ko'ra, Roberto Carlos taxminan 4 hafta oldin shayx bilan bog'langan va iymon kalimasini qaytargan holda musulmon bo'lganligi ta'kidlangan. Turkiya qonunchisi Carlosni islomni qabul qilishi bilan qutlagan, unga va oilasiga sog'lik, omonlik tilagan. Eslatib o'tish joizki, Roberto Carlos tarixdagi eng hujumkor chap himoyachi sifatida ko'riladi. Uzoq yillar Real Madrid tarkibida to'p surgan va 2007-yilda Turkiyaning Fenerbahçe futbol klubiga qo'shilgan. Yaqinda esa u asli marokashlik futbol agenti bo'lgan Suhayla at-Tohiriy bilan oila qurgandi. Hozircha Carlosning o'zi bu haqida ochiq bayonot bermagan. Roberto Carlos kabi buyuk va tarixiy shaxslarning dini, millati, irqi yoki tiliga ko'ra sevmaymiz albatta. Ammo bunday o'z sohasida tarixiy shaxslarning islomni qabul qilishi bizni bag'oyatda xursand qiladi. Keling do'stlar, O'zbekistondan Roberto Carlosni o'zini izohlarda belgilab, islom oilasining keng bag'riga xush kelibsiz deymiz.